Assalomu alaykum sizlar. Demak, bugun mana bu misolni yechishni o'rganamiz. Ya'ni bizda berilgan bo'ladi ildiz ostida a plus 2 ildiz ostida b. Bu misolni qanday yechamiz? Misol uchun mana bu. Xo'sh, 3 qo'shilgan 2 ildiz ostida 2. Bu yerda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihati ildizni oldida, ya'ni kichik ildizning oldida 2 bo'lishi shart. Shunda qanday yechiladi? Mana bu 2 ni ko'paytmaga ajratamiz. Ya'ni 2 ni 2 kara 1 desak bo'ladi. Va 2 kara 1 2 ni beradi-ku. 2 ga 1 ni qo'shganimizda mana bu sonni berish kerak. 3 ni berish kerak. Agar rostdan ham 2 ga 1 ni qo'shganimizda 3 ni bersa, bundan ildiz osti 2 plus ildiz osti 1 chiqadi deymiz. Ya'ni ildiz osti 2 qo'shilgan 1 bo'ladi. Xo'sh, nimaga bunday bo'lyapti? Endi buni ko'rib chiqadigan bo'lsak, misol uchun 3 plus 2 ildiz osti 2. To'g'ri? Xo'sh, bu degani maydalaydigan bo'lsak, mana bu 3 ni 2 qo'shilgan 1 desak bo'ladi. Plus 2 ildiz osti 2. Xo'sh, 2 ildiz osti bilan bir joydan almashtirsak va mana bu 2 ni ildiz osti 2 ni kvadrati desak bo'ladi. Kvadrat bilan kelsa balki chiqib ketadi. Plus mana bu 2 kara ildiz osti 2 ko'paytirib 1 desak bo'ladi. Plus 1 ning kvadrati. Mana bu bizda qas kvadratni beradi. Ya'ni qisqa ko'paytirish formulasidan bilamizki, ildiz osti 2 plus 1 ning qas kvadrati bo'lar ekan. Kvadrat bilan ildiz ketadigan bo'lsa, demak ildiz osti 2 plus 1 chiqar ekan. Mana, demak o'shani ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana bu ko'paytmaga maydalab olsak bo'ldi ekan. Ya'ni 2 mi 2 kara 1 deymiz, 2 ga 1 ni qo'shib ko'ramiz. 3 ni beradimi? Ha, bo'ldi. Demak bundan ildiz osti 2 plus ildiz osti 1 chiqadi. Ya'ni birdan ildiz ostidan 1 chiqib ketishini hisoblasak, ildiz osti 2 plus 1 chiqadi deyishimiz mumkin. Endi bunga keladigan bo'lsak, 15 ni maydalaymiz. Nima deymiz? 3 kara 5 deymiz. 3 kara 5 15. Ha, 3 ga 5 ni qo'shsak 8 ni beryaptimi? Beryapti. Ha, demak bundan ildiz osti 5 plus ildiz osti 3 chiqar ekan deymiz. Bu ham maydalansa o'shunday pastga tushadi. O'shandan kelib chiqadi. Endi mana bunda nima qilamiz degan savol tug'iladi. Ya'ni ildizchani oldi endi 12. Uni nima qilamiz? Uni bilamizki 2 kara 6 deyish mumkin. 12 ni. 6 ni ildiz ichiga kiritib yuborish mumkin. 17 plus 2, 6 ichkariga kirsa ildizchan darajasini olib kiradi. Bilamizki, ildizchan darajasi 2 yozilmasa, 6 ning kvadrati 36. 36 ni 2 ga ko'paytiramiz, 72 bo'lar ekan. Mana shu yerga ehtiyot bo'lasizlar. Endi 72 ni necha kara necha deyman? Albatta 9 kara 8 deyman. Demak 9 ga 8 ko'paytirsak 72, 9 ga 8 qo'ysak 17 chiqadi. Ha, demak bunda ildiz ostida 9 qo'shilgan, ildiz ostida 8 chiqar ekan. Ildiz osti 9 ni, demak 3 chiqishini bilgan holda 3 plus ildiz osti 8 deyish mumkin. Ildiz osti 8 ni ham shu joyda maydalab ketish mumkin. Ya'ni 4 kara 2 desak, 4 dan 2 chiqishini hisobga oladigan bo'lsak, 3 plus 2 ildiz osti 2 chiqar ekan. Xulosa, demak ildizchani oldi 2 bo'lsa, agar 2 bo'lmasa o'zimizga tushirib olamiz ekan. Mana buni ko'paytmaga ajratamiz. O'sha ikkita son, ya'ni ko'paytmaga ajratilgan ikkita son, mana yig'indisi, mana bu ildizsiz sonni bersa, mana shu ikkalasini ildizi chiqib ketar ekan. Tushunarli bo'ldingmi? Umid